Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan har doimgidek Alisher 999 boyaman va bugungi o'yinimiz do'stlar sizlarga yoqqan car parking o'yini va men bugun BMW M5 F10 oldim va buni drift nastroyka qildim. Sizlarga ham buni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana balonlarni sizga ko'rsatsam hozir. Balonlar mana bunaqa qiladi. Menikida emas. Faqat mana nastroykasini qilsanglar bo'ldi sizlar. Undan keyin siz mana buni hozir mana bunday qilishingiz kerak. Xohlasangiz men bunga 400 ml qo'yganman, xohlasanglar любойda qo'ysanglar bo'ladi. Men xohlasanglar 600 HP bo'ladimi, 900 bo'ladimi, 926 bo'ladimi, farqi yo'q. Mana bu 200 ml narsani qo'ymasanglar ham bo'ladi, faqat men bilan qo'yish обязательно qo'yish kerak. Ana shularni qo'ysanglar driftlaringiz o'xshaydi. Mana transmissiyasi va podveskasi va eng keraklisi center tяжестisi. Mana hammasini menday qilaveringizlar. Ana bo'ldi. Va endi bugungi videoda do'stlar sizlar bilan men mashina sotib olmoqchiman. Hozir 17 milliongina pulimiz bor, 17 million. Shunga bitta mashina qarab ko'ramiz. Nima mashina bo'lsa ham, agar pul yetsa olamiz. Iloj bo'lsa yoki Mercedes Maybach bo'lish kerak yoki Y-klass bo'lish kerak, Y63. Ana shular bo'lsa yaxshiroq bo'lar edi, 10-17 millionga. Drift rejimga qo'yib olamiz hozir. Va ketsak ham bo'ladi. Endi asta borib kelamiz. Va ketdik do'stlar. Sizlar bilan ham yaqinlashib qoldik. Mana bu joyga. Bizning bozorchamizga, mashhur bozorchamizga. Stop, to'xtanglar. Bu boshqa server, bu O'zbekiston server. O'zbeklar malades, bular mashina sotmaydi. Chunki o'zbeklar boy. Boshqa shaharlarda mashina sotsa, bu yerda hech qachon mashina sotilmaydi. Chunki O'zbekistonda mashinaning qadriga yetishadi. Afrikalarda bir kunda, bir minutda sotib yuborishadi. Lekin o'zbekistonliklar avaylar mazza qilib haydashadi. Va asta to'xtaymizda boshqa serverga o'tib olamiz. Mana BMW M5 F10 mashinamiz. Bir moyka qilamiz. Yana kir bo'libdi. Afrika serveriga o'tib olamiz. Afrika serveriga o'tamiz. Va u yerdan bitta mashina tanlab inshaalloh olamiz. Va o'yinga kiramiz. Ketdik. Yana drift rejimga qo'yamiz va asta-asta haydashni boshlaymiz. Men o'zimga ham Mercedes yoqadi, lekin BMW da ko'proq yuraman. Chunki Mercedesimda yaqinda benzin zapravkasi tugab qoldi. Shuning uchun uncha Mercedes yura olmayapman. Bora olmayapman bozorgacha qanday qilib. Video ko'ring debdi, video ko'rib benzin olishga bossam o'yin ishlamay qolyapti. Shuning uchun ham ora-orada video ola olmay qolyapman. O'zimni ishlar chiqib qoldi. O'yinda qishloqqa ketdim. Qishloqda internet uncha olmagani uchun video ham ola olmadim. Yo. BMW'miz bor, 20 millionga sotyapti ekan M5 F90. Bu yerda 45 millionga sotyapti ekan ya. Afrika ham kuchayib ketibdi. Qimmatga mashina sotib. Yana burilamiz. Men G90 ni sotsa olar edik. Oy. F4 ham sotsa ham olar edim.
Astagina burilamiz va G90 yoniga borib olamiz. Kelinglar, unga aqlni tashlashga qidiramiz. Hamma o'zimda ham bor. Bu mana G90. Admin tashlaymiz. Admin qilsa, admin qiladi. Agar admin qilsa, mana shu mashinani razыгрыш qilib sizlarga berib yuboraman. BMW M5F Honda Drift. Lekin mashinani juda ko'p urib olganim uchun mashinaning BMW so'zini B harfi ham qolmay qoldi. Shinamiz ham qizib ketdi. Yo'q, bugun omad kelmayapti. Video yo'q payti yaxshi drift qilaman, video bor payti qila olmayman. Negadir umuman o'xshamayapti. Bilinglar, poyga tashladim yo'q dedi. Kelinglar, agar videoni qolgan davomini poyga bilan o'tkazib yuboramiz. Va do'stlar, men ham o'yinni boshlayapman. Va tezroq kirsa boshlar edik. Wi-Fi yaxshi. Va bozorga ham kelib oldik do'stlar. Bu yerda ham uncha zo'r mashinalar yo'q bo'lsa, lekin tanlasa bo'ladi. Kelinglar, lev degani bilan poyga o'ynab ko'ramiz. Va lev hozirchalik qabul qilmayapti. Va bugun menimcha do'stlar omadim kelmadimi deyman. Vlados kim admin qiladi deb yozibdi. Menimcha u Jiguli bo'lsa kerak. Ha, Jiguli. Bizga Jiguli kerak emas, shuning uchun to'y o'ynaymiz. Kelinglar, to'ydan boshlaymiz. Yo'q, u ham qochib ketdi. Mashinani sotasanmi dedi, yo'q dedim, u ham qochib ketdi yana. Va bugungi videoni do'stlar tugatsak kerak. Bugun omadimiz kelmadi. Keyingi safargacha bitta oddiyroq bo'lsa ham vinil chizaman, yaxshi chiqsa admin qilishga harakat qilamiz. Va hammaga xayr do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Agar shu videoga 50 ta like yig'sak, men BMWni mana o'zimni BMW M5 tipasida turadigan BMWni sizlarga berib yuboraman.
Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.